Selam dostlarım. Biz Türkiye'deki şonlı Urfa degan tarihi jirde mana shulay sheshakka ko'milib o'tirgan, baliqlar izib yurgan ko'l bo'lgan o'rinda iligirek dürlep zo'r qaynar ushoq yongan desam, ishonir edingizmi ekan? Qadrli dostlarım, mana bu endi bizning Şanlı Urfadagi baliqli ko'l o'rini. Ana meni martda agar ko'rsangiz, anda Kirmen zamok ustida ikki bag'ana ko'rina. Bu endi katapult, ya'ni mana shu o'rinda baliqli ko'l o'rnida ushaq yog'i podsha, Samurud podshasi ham Ibrohim alayhisalomni shu katapult bilan o'tqa tashli, chunki o't bek kuchli, bek issiq qiziq bo'ladi, uning yoniga kelib bo'lmaydi. Bu kishilarni yondira, bor teganaga mana shu yiroqdan tashlilar endi Ibrohim alayhisalomni ham Allohning amri bilan u ushaq mana shunday motor sheshakli bog'chaga avrila ham Ibrohim alayhisalomni yondirmay. Ham hozirda endi ko'rganingizcha baliqlar izib yuradi. Mana shunday tarixiy Peygamberler bunda İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Peygamberinin yaşagan izleri, evliyalarının İsa Aleyhisselam'da bunda bulgan. Ana anda ul tarafta iki bağana görüne. Hazır men ana zo'raytam mana. Şu bag'ana endi bu katapult, ya'ni bulg'ab Ibrohim alayhisalomni shunga mana shu katapultdan ana otganlar. Chunki yonuna kelsang yondirib ola turgan bo'lgan. Samurud podsha xatirimda qolgan. U endi o'zini iloh deb e'lon etdi. Ham Ibrohim alayhisalom sen iloh tugul, sen g'adati Allohning bir qili bir insona deb aytgan ishin u uni mana shunda yondirishga qaror qila, ham shunda tashlay shu katapult tasha. Lekin Alloh taolaning amri bilan Ibrohim alayhisalomga bu ushaq mana shunday motor bog'chaga o'rila. Ham ana shunda ko'l borliqqa kelib baliqlar bo'la. Birida shulay muzey ishli, ham payg'ambarlarning tarixiy shaxsiy aybirlari bilan tanishirga da mumkin. Şulay evliyalarning, izgilarning, hatta qo'y bir sahabalarning da qabrliklari birida dilar. Mana shunday yo'l Turkiyadagi tarixiy shonli Urfa